bitta ekspert, revizor menga yozib yuboribdi. Xuddi chala ish qilganga o'xshaysiz deb. Men klientlarimning uyiga kelganda faqat поддерживающий уборка qilaman. Ularning uyiga o'xshagan nas-masda bularning uylari. Просто влажная уборка, pol, chang, и men shu santexnikasini yuvib ketaman. Agar, конечно, kuxnilari yag'ir chiqib yotganda bitta kuxning o'zida kuni bilan ishlash mumkin odam. Kuxnilarini, поверхностьlarini shu 2-3 marta artsa men undan ziyod artmayman. И то без sredstva kerak bo'lsa bir xillarida. Endi videoni montaj qilganimda, ishlatgan paytim bitta joyda 90 marta artayotganimda hadeb videoga olavermayman-ku. Har bitta joydan ozroq yuvganimda, tozalaganimda qo'yaman. Agar 12 soat tozalaganimda ko'rsam, meni videolarim Santa Barbara serial bo'lib ketadi-ku, Esmeraldami bilmayman. Xuddiki men ularning uyiga borib, ularning uyida ish qilganday o'zicha недовольный yozib qo'yadi. Chala ish qilganga o'xshaysiz deb o'rgildim sizdan. Mana shunaqa kommentariy yozadiganlar uborkada ishlab qolmasin-da. Agar ishlab qolsa bilmadim, klient orqasini ham yuvib tozalab ketsa kerak-ku. Uborkada shkafning ichlari отдельно pul, oyna отдельно pul, glashka hammasi отдельно stoyimiz. Klient uyida qancha pulga dogovor qilgan bo'lsak, qancha ishga kelishgan bo'lsak, o'shalarni qilib, men срочно ketaman uyga, chunki meni uyda ishlarim bor. Shunaqa tez uyga shoshilaman, har doim yaxshi ko'raman uyimda shu tomiq eshik bo'lsa ham, snimat qilsak ham, voy mana kukukachaga nechi, asalchaligini qaranglar, sochchilarini shunday g'ijimlab olsangda. Stulchalarini joyiga qo'yib qo'ydimda. Mana eshigiga ilib qo'ygan narsasini qaranglar, chiroyliligini. Endi bu yog'ini qaranglar. Telefonda asta qo'yib qo'ydimda bilmayman, diplomantga o'xshabmi, sportmenga o'xshabmi ketayotgandek bo'lib, videoni montaj qilayotganimda shu yerini kesmay qo'ya qolay dedim. Shu bilishlaring uchun videoga qanday olishimni. Uyga kelib solib zakazlarni bajardim. Erim bishteks qil deganda, aslzoda esa olivye qilib bering ayajon deb aytdi. Bishteks to'g'risi vashi oson ovqat deb o'ylayman, lekin ko'pchilik kotletni, podlivasini qanday pishirdingiz deb rosa so'rashdi. Keyingi safar videoga olib qo'yaman. Do'stlar, nozikkina barakali qo'lchalaringiz bilan bitta yurakchani qizartirib ketasiz.